Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Biz bugun 1-sinf tarbiya darsligidagi o'zaro yordam mavzusi haqida gaplashamiz. Darsimizning maqsadlari: ta'limiy maqsad: o'quvchilarda mavzu bo'yicha olgan bilimlarini mustahkamlash. Tarbiyaviy maqsad: amaliy vaziyatlar orqali yordamning ahamiyatini ko'rsatish. Rivojlantiruvchi maqsad: hamjihatlik va mehribonlikni kuchaytirish. Dars uchun kerakli jihozlar: 1-sinf tarbiya darsligi: rasm, karton, mehr qo'li qog'ozlari. Darsda qo'llaniladigan metodlar: suhbat, rolli o'yin, guruhli ish, savol-javob. Darsning borishi: tashkiliy qism. O'quvchilar bilan salomlashiladi, davomat olinadi. O'quvchilarga yordam berganda o'zingizni qanday his qilasiz deb so'raymiz. Ular javob berishadi. Takrorlash: bunda o'quvchilar uyga bajargan rasmlarini ko'rsatadilar va tushuntirib berishadi. Asosiy qism: o'quvchilar o'qituvchi bilan birgalikda darslikda berilgan quyidagi vaziyatni o'rganib chiqishadi. Ustoz maktabga rangli sharlar olib keldi. O'quvchilarga ularni puflab, o'z ismlarini yozishni buyurdi. Ular vazifani bajarib, sharlarni maktab yo'lagiga olib chiqishdi. Sharlar aralashib ketdi. Ustoz har bir o'quvchiga 3 daqiqa ichida o'z ismi yozilgan sharni topishini aytdi. O'quvchilar o'z sharlarini izlashga tushdilar, lekin vaqtida topa olishmadi. Shunda ustoz har kim bitta sharni olib, ismi yozilgan sinfdoshiga bersin dedi. Oradan 2 daqiqa o'tmasdan hammaning qo'lida o'zining shari bor edi. Kimki faqat o'zini o'ylasa, hech narsaga erisha olmaydi. O'zaro birlashib, har qanday ishni oson bajarish mumkin. Ushbu vaziyat yuzasidan o'quvchilar bilan savol-javob qilinadi. Odam biror ishni bajarishga qiynalsa, boshqalardan yordam so'rashi kerak. Siz o'zingiz ham, ota-onangiz, oila a'zolaringiz, qarindosh va do'stlaringizga yordam bera olasiz. Qo'lingizdan kelsa hammaga yordam bering. Hatto o'simlik va hayvonlarga ham. Sizning kimgadir yoki o'simlik va hayvonlarga qanday yordamingiz tegishi mumkin? O'quvchilar rasmdan foydalanib, voqeani so'zlab berishadi. O'quvchilar bilan birgalikda rolli o'yin metodini qilamiz. Bunda bir o'quvchi sumkasini ko'tara olmaydi. O'quvchilardan biri chiqib, unga yordam beradi. Mustahkamlash: bunda mehr qo'li mashqi o'ynaladi. Har bir bolaga rangli qog'ozdan qilingan qo'lchalarni beramiz. O'quvchilar o'zaro yordam haqida bitta gap aytishib, doskaga yopishtirishadi. Yakuniy qism: darsda faol qatnashgan o'quvchilarni rag'batlantiramiz. Uyga vazifa tarzida menga kim yordam beradi mavzusida ota-onalari bilan birgalikda 2-3 ta gap yozib kelishlarini beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.